Assalomu alaykum aziz obunachilar. Demak, bugun 3 metrga 1,5 metr prinsipimiz Toshkent viloyatiga qilib berildi. Birinchi navbatda Cobalt farkobga, demak, mana bunday sharoitli variantda farkoblarni qo'yib berdik. Oldlar 8 shivili bo'ldi, ost qismlari turba epika spisaraga olinayotgan holatda. Hop, oldidagi risor amazada taglar qalin, 3 ta paragon mana shivili o'tdi. 1 2 naridagi oxirgi 3 ta paragon shivili o'tdi. Dokumentlar qilib berildi. Mo'yinlar nima edi? Kuzov raqamlari qo'yildi. Demak, prinsipimiz oldlarda mana bunday. Xo'p, fortishkalari bor. Chotki holatda. Karkazlari qalin qilib to'qib berildi, reshotkalari. Umumiy ko'rinishi arabamizda mana yonlari, kirlolari bemalol 300 kg yuk ko'taradi. Aka, araba haqida 2 og'iz fikringiz. Assalomu alaykum, obunachilar, yaxshimisizlar? Mana biz Qarshiga keldik. Araba yasatdik. Toshkent viloyatidan kelib YouTube'da ko'rdik. Haqiqatan sifatli ekan, sifatga gap yo'q. O'zimiz ko'rib tekshirib kelib sverka bo'lash jarayonlarini ko'rdik, yaxshi. Zo'r, u bizga yoqdi, xudoga shukr. Tavsiya berasizmi? Ha, tavsiya beramiz. Kelib zakaz beringizlar. Yasatingizlar. Rahmat aka. Gap yo'q. Baraka toping arabadan. Zo'r, sifatli, toza. Rahmat. Siz arabadan baraka toping, biz pulingizdan baraka topaylik aka. Xo'p, Qarshi avtoprinsipga obuna bo'lib qo'yinglar. Sifatli kerak bo'lsa, mana shu telefon raqamga demak aloqaga chiqib qolasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Akamiz ketish holatlari chotki ketyapti. Prinsipimiz. Sog' bo'ling, xo'p, mayli aka. Nazimizda prinsipimiz ketdi. Juda tiniq chiqdi prinsipimiz. Xo'p. Nazimizda ana endi Sirdaryo viloyatidan kelibdilar akam. Muxlisizman deyaptilar. Kech bo'lsa ham endi qilib beramiz. Kechga qolib ketamiz, degan qilib beramiz. Orqasidan kirsizlar. Bo'ldi.